Futbol bo'yicha O'zbekiston Superliga klublariga 2026-yilda davlat tomonidan bir xil 35 milliard so'mdan yillik smeta ajratilishi mumkin. Kun.uz manbasiga ko'ra, bu O'zbekiston Futbol Assotsiatsiyasi, Milliy olimpiya qo'mitasi va Sport vazirligi tomonidan professional futbol klublarining moliyalashtirilishini takomillashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan loyihada ko'zda tutilgan. Shuningdek, xususiy kompaniya va homiylarga klublarga homiylik qilish bo'yicha imtiyoz berilishi kutilmoqda. Hozircha ushbu tizim mexanizmi va qarorning qachon qabul qilinishi noma'lum. Eslatib o'tamiz, oldinroq bir qator yirik davlat kompaniyalari futbol klublarini moliyalashtirishni to'xtatgandi. Xususan, O'zbekneftgaz yil avvalida Bunyodkor, Nasaf va Buxoro klublariga homiylik qilishdan voz kechgandi. Futbol klublarini markazlashgan tarzda moliyalashtirish mexanizmi dunyo futbolida yangilik emas. Masalan, Saudiya Arabistoni professional ligasida futbol klublarini boshqarish va moliyalashtirish qisman markazlashgan tarzda amalga oshiriladi.